Organizmingizda hammasi yaxshi, ya'ni ereksiya zo'r, lekin aloqaga bo'lgan xohishning juda ham pasayish kuzatilyapti. Hattoki oylab ham siz ayolingiz bilan birga bo'lishni xohlamayapsiz. Xo'sh, bu nima degani? Bu sizning organizmingizning kuchli signali bo'lishi mumkin. Ya'ni bu oddiy holat emas. Chunki yoshligingizda, navqiron paytingizda, gormonlaringiz pik bo'lgan vaqtda ayol zotini ko'rganingizda xohishingiz juda ham kuchayib ketgan. Lekin bora-bora bu pasayib ketyapti. Ko'pchilik buni yosh bilan bog'laydi. Lekin nimagadir hozir yoshlarda ham shu muammo ko'payib bormoqda. Quyida siz bilan aynan bunga olib keluvchi 8 ta sababni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchisi bu testosteron miqdorining kamayishi. Testosteron bu organizmda libidoni stimullovchi eng katta ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Testosteronning miqdorining kamayishiga doimiy stress, charchoq, uyqusizlik, ortiqcha vazn va turli xil nagruzkali ishlar sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu stress. Doimiy stress sizning organizmingizda kortizol miqdorini oshiradi. Kortizol esa organizmda testosteron miqdorining pasayishiga olib keladi. Ba'zida muammo organizmda emas, balki miyada bo'lishi mumkin. Chunki oilaviy muammolarning uzoq davom etishi bunda libidoning, ya'ni aynan masalan bir kishiga bo'lgan xohishning pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchisi bu uyqusizlik. Yetarli bo'lmagan tungi uyquning, ya'ni 7-8 soat, 6-8 soat deyiladi ba'zi manbalarda, yetarli bo'lmagan aynan tungi uyquning yetishmasligi bu organizmda gormonlar disbalansiga sabab bo'ladi. Va o'sha aytib o'tgan kortizol va testosteron miqdorining o'ynashiga olib keladi va buning natijasida sizda libido pasayishi mumkin. To'rtinchisi bu ortiqcha vazn. Qorin atrofidagi, umuman tanadagi ortiqcha yog', ayniqsa ichki yog'larning ko'payishi bu organizmda estradiol miqdorining oshishiga sabab bo'ladi. Estradiol esa to'g'ridan-to'g'ri testosterondan hosil bo'ladi. Demak, estradiolning oshishi bu testosteronning tushishi demakdir. O'z-o'zidan bu libidoning pasayishiga sabab bo'la oladi. Bundan keyingisi, ya'ni 5-inchisi bu surunkali kasalliklar. Surunkali qandli diabet yoki surunkali yurak qon tomir kasalliklari va boshqa sistemli kasalliklar sizdagi organizmdagi doimiy yallig'lanish prosesini olib boradi. Qon tomirlar ichki devorining torayishiga olib keladi va ereksiya va xohishning sustligiga sabab bo'lishi mumkin. 6-sababi bu turli xil tabletkalar, ya'ni antidepressantlarni surunkali qabul qilish, qon tomir, ya'ni qon bosim kasalliklarida ichiladigan ayrim tabletkalar sizdagi gormonlarning buzilishiga, libidoning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'zboshimchalik bilan tabletkalarni qabul qilish yoki ularni bekor qilish, ya'ni atmen qilish mumkin emas. Keyingisi bu kam harakatlilik. Sizdagi kam harakatlilik, ya'ni kun bo'yidagi o'troq hayot, ya'ni o'tirib ishlaydigan ishda ishlovchi erkaklarimizda qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Aynan kichik chanoq bo'shlig'ida qonning dimlanishi hisobiga prostata bezi o'z funksiyasini to'laqonli bajara olmasligi mumkin va buning natijasida libido pasayishiga olib keladi. Va oxirgisi 8-inchisi bu psixologik omillar, turli xil nevrozlar, nevrologik holatlar, jahl chiqishi, turli xil ishdagi, oiladagi turli xil konfliktlar, qarama-qarshiliklar bu sizdagi doimiy stressga olib keladi, ya'ni charchoq, umumiy hayotga bo'lgan qiziqish, doimiy stress ostida yurish, bu sizdagi xohishning, sizning organizmingiz, ya'ni testosteron gormonlaringiz hammasi yaxshi bo'lganda ham sizda umuman hech narsaga, hayotga bo'lgan qiziqishingizni pasaytirib qo'yishi mumkin. Shunday ekan, agar sizda libido, ya'ni jinsiy aloqaga bo'lgan xohishning pasayishi kuzatilayotgan bo'lsa va bu bir necha oydan beri davom etayotgan bo'lsa, bunga e'tiborni qaratmaslik juda ham og'ir oqibatlarga olib kelishi va siz juda ham erta qarishingizga olib kelishi mumkin. Chunki doimiy regularniy jinsiy aloqa bu sizni doimiy yosh va navqiron bo'lishingizga sabab bo'ladi, ya'ni ta'minlab turuvchi vosita hisoblanadi. Shunday ekan, o'zingizga e'tiborli bo'ling. Agar sizda quyidagi muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga albatta zamonaviy usullarda yordam beramiz.